Bugungi mavzuyimiz video registratorlar dominant 3 ta kamerali. Dominant video registratorimiz boshqalardan nima farq qiladi? Sifatli, juda ham sifatli yozadi va qotmasdan ishlaydi. Bu registratorimiz 887 3 ta kamerali va eng zo'r joyi mashunda bo'ladi, ichidan fleshkasi chiqadi. Navbatdagi 878 video registratorimiz nima farq qiladi? Orqa va oldi kameralari juda ham sifatli yozadi. Oldi kamerasi 4K bo'ladi. Keyingisi 3.9 video registratorimiz nima farq qiladi boshqalardan? Oldi kamerasi 4K formatda oladi. Ya'ni eng zo'r noyob narsalardan uncha-muncha registratorda yo'q narsa slepoy zonalari bor. Keyingisi 3.8 video registratorimiz, bu ham oddiy video registrator. Eshitgan bo'lsangiz, faqat 878 video registratorida ichida fleshka chiqmaydi. Qolgan uchala video registratorimizda ichida fleshkasi bilan chiqadi. Qaysi biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyaga yozing, sizga javob beramiz.